Biz raqib emasmiz. Si Szinpin Trampga tarixiy murojaat yo'lladi. Reja doimo Kiyevni olish bo'lgan. Putinga yaqin odamlar hududiy da'volarni ochiqladi. Makron nega tarsaki yegani ma'lum bo'ldi. Emmanuel Makron atrofidagi mojaro yangi tafsilotlar bilan ochildi. Isroil va BA Eronga qarshi birlashadimi? Maxfiy tashrif ortida katta operatsiyalar tilga olinmoqda. Rossiyada dunyodagi eng kuchli qit'alararo raketa sinovdan o'tkazildi. Rossiyada o'zbekistonliklar bangladeshliklar bilan mushtlashdi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. Biz raqib emasmiz. Si Szinpin Trampga tarixiy murojaat yo'lladi. Si Szinpin Donald Trampga yo'llagan murojaatida global siyosatning eng muhim savolini o'rtaga tashladi. Xalqlarimiz farovonligi va insoniyat kelajagi yo'lida ikki tomonlama munosabatlarimiz uchun birgalikda yanada yorqin kelajak qura olamizmi? Xitoy rahbari yanada chuqurroq signal berdi va Xitoy hamda AQSh raqib emas, balki sherik bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Men doimo bizning ikki davlatimiz o'rtasida farqlardan ko'ra umumiy manfaatlar ko'proq deb ishonib kelganman. Bittasining muvaffaqiyati boshqasi uchun imkoniyatdir va barqaror ikki tomonlama munosabatlar butun dunyo uchun foydalidir. Xitoy va AQSh hamkorlikdan foyda ko'radi, qarama-qarshilikdan esa zarar ko'radi. Biz raqib emas, balki sherik bo'lishimiz kerak. Biz bir-birimizga muvaffaqiyatga erishishda yordam berib, birga ravnaq topib, yangi davrda yirik davlatlarning o'zaro munosabatini to'g'ri yo'lga qo'yishimiz lozim, dedi Szinpin. Ammo Xitoy rahbari ogohlantirishni ham unutmadi. Hozirda dunyo bo'ylab bir asrda kuzatilmagan o'zgarishlar jadallashmoqda va xalqaro vaziyat o'zgaruvchan hamda notinch bo'lib qolmoqda, dedi u. Bu so'zlar Yaqin Sharqdagi urush xavfi, global iqtisodiy bosimlar va yangi geosiyosiy bloklar shakllanayotgan bir davrda aytilgan keskin signal sifatida qabul qilinmoqda. Shu bilan birga Trampning ohangi ham kutilmagan darajada iliq bo'ldi. U Xitoy rahbarini kutib olgan bolalar haqida gapirar ekan, ochiq ta'sirlanganini yashirmadi. Men ayniqsa o'sha bolalardan juda ta'sirlandim. Ular baxtli edi, juda chiroyli edi. O'sha bolalar ajoyib edi va ular juda ko'p narsani ifodalaydi, dedi Oq uy rahbari. Bu detal siyosiy muzokaralarning sovuq fonida insoniy va ramziy signal sifatida talqin qilinmoqda. Tramp keyinroq yanada kuchli bayonot bilan chiqdi va Si Szinpinni ochiq maqtadi. Siz buyuk yetakchisiz. Men buni hammaga aytmayman. Ba'zan odamlar meni bu aytganimni yoqtirmaydi, lekin men baribir aytaman. Chunki bu haqiqat. Men faqat haqiqatni aytaman. Bu esa Washington va Pekin o'rtasida munosabatlarda yangi siyosiy uslub paydo bo'layotganini ko'rsatmoqda. Oq uy rahbari yana bir muhim bayonot berdi. Siz bilan birga bo'lish men uchun sharaf. Sizning do'stingiz bo'lish ham men uchun sharaf. Xitoy va AQSh o'rtasidagi munosabatlar avvalgidan ham yaxshiroq bo'ladi. Bu so'zlar fonida dunyo yangi savolni muhokama qilmoqda. Ikki yirik davlat haqiqatan ham keskin raqobatdan strategik yaqinlashuv tomon burilyaptimi? Reja doimo Kiyevni olish bo'lgan. Putinga yaqin odamlar hududiy da'volarni ochiqladi. Rossiya harbiy qo'mondonlari prezident Vladimir Putinni 2026-yil kuziga qadar Donetsk va Lugansk viloyatlarining butun hududi ustidan nazorat o'rnatishga muvaffaq bo'lishlariga ishontirdi. Bu haqda Kremlga yaqin manbalar va Ukraina razvedkasi baholariga tayanib Financial Times xabar berdi. Rossiya prezidenti Putin suhbatlashgan ikki manbaga ko'ra, Putinning Donbassni to'liq egallash istagi tobora kuchayib bormoqda. U urushning dastlabki bosqichlarida front chizig'i bo'ylab jangovar harakatlarni muzlatishga tayyor edi. Men uni hozirgi front chizig'ida to'xtatishga urindim. Ammo u yo'q, men bu borada murosaga bora olmayman deya turib oldi, dedi manbalardan biri. Putinning Ukraina mudofaa tizimi tez orada qulashi haqidagi ishonchiga Rossiya iqtisodiyotining zaiflashuvi va frontdagi past suratdagi siljishlar ta'sir ko'rsatgani aytilmoqda. Uch manbaga ko'ra, Rossiya prezidenti butun Donbassni egallash, har qanday sulh narxini oshirishi va kelajakda boshqa hududiy da'volarni ilgari surish imkoniyatini beradi deb hisoblaydi.
Haqiqat shundaki, Rossiya hali ham jang maydonida g'alabaga erishishga harakat qilmoqda va o'zining maksimal talablariga amal qilmoqda, dedi yuqori martabali nemis diplomati. Ukraina razvedka boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Vadim Skibitskining fikricha, Donbassdagi muvaffaqiyat Rossiyaga Zaporojye va Xerson viloyatlarining butun hududiga da'vo qilish imkonini beradi. Hozirda Rossiya qo'shinlari ushbu viloyatlarning faqat bir qismini nazorat qilmoqda. Rossiya uchun Xerson va Zaporojye viloyatlarini bosib olish Donbassni egallashdan ham qiyinroq bo'ladi. Ushbu mintaqalarning eng yirik shaharlari Dnepr daryosining narigi sohilida, ya'ni Putin qo'shinlari tark etgan yoki hech qachon egallay olmagan hududlarda joylashgan. Urushni to'xtatish bo'yicha norasmiy muzokaralarda ishtirok etgan manbalar Putinning haqiqiy ambitsiyalari hali ham Ukrainaning katta qismi, jumladan Kiyev va Odessa ustidan nazorat o'rnatish ekanini aytmoqda. U Zaporojyeni olmaydi, Donbassni olmaydi, Xersonni olmaydi, ammo yodingizda bo'lsin, reja har doim Kiyevni qo'lga kiritishdan iborat bo'lgan. Vazifa qo'yilgan va bajarilishi kerak, degan FT suhbatdoshlaridan biri. Makron nega tarsaki yegani ma'lum bo'ldi. Emmanuel Makron atrofidagi mojaro yangi tafsilotlar bilan ochiqlandi. Fransiya prezidenti Emmanuel Makron 2025-yil Vyetnamga tashrifi chog'ida rafiqasi Bridgetdan tarsaki yegani aks etgan video keng tarqalgan edi. Jurnalist Florian Tardif o'zining Mukammal juftlik kitobida ushbu hodisaga prezidentning eronlik aktrisa bilan yozishmalari sabab bo'lganini ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Bridget Makron o'sha paytda erining telefoniga yosh aktrisadan kelgan ochiq mazmundagi yozishmani o'qib qolgan va bunga tarsaki bilan javob qaytargan. Ushbu holat kameralarga muhrlanib, ijtimoiy tarmoqlarda virus kabi tarqalgan. Bu 48 yoshli prezident va asli eronlik bo'lgan 42 yoshli Golshfet Farahani o'rtasidagi yozishma natijasida yuz bergan. Sizni juda go'zal deb bilaman, degan prezident Makron aktrisaga yuborgan yozishmalaridan birida. Ushbu ma'lumot Tardifning 13-may kuni nashr etilgan kitobida batafsil keltirilgan. Le Parisien gazetasining yozishicha, Eron hukumatining ashaddiy tanqidchisi sifatida tanilgan Farahani bir necha oy davomida Makron bilan platonik munosabatlarni saqlab kelgan. Bu juftlik o'rtasida taranglikni keltirib chiqardi, oqibatda shaxsiy sahna ommaga oshkor bo'ldi, deya tushuntirdi Tardif. Bridgetning yozishma mazmunidan ko'ra undagi ishoralar ko'proq xafa qilgan. Ehtimol aniq yoki haqiqatan ham qoralanishi mumkin bo'lgan hech narsa yo'q, ammo bu haqdagi fikrning o'zi yetarli bo'lgan, deyiladi kitobda. Fransiya birinchi xonimining vakillari ushbu voqeaning Farahaniga aloqadorligini rad etdi va Bridget hech qachon turmush o'rtog'ining telefonini tekshirmasligini ta'kidladi. Bridget Makron 5-mart kuni muallifga bu ma'lumotni qat'iyan rad etib, erining mobil telefoniga hech qachon qaramasligini ta'kidladi, dedi vakil Le Parisien nashriga. Farahani ham prezident Makron bilan bog'liq barcha mishmishlarni rad etib kelmoqda. Menimcha, ba'zi odamlarda sevgi yetishmayapti va ular bo'shliqni to'ldirish uchun shunday romanlar yaratadi, degan edi aktrisa mart oyida Le Point nashriga bergan intervyusida. Isroil va Birlashgan Arab Amirliklari Eronga qarshi birlashdimi? Maxfiy tashrif ortida katta operatsiyalar tilga olinmoqda. Isroil bosh vaziri Netanyahu Eronga qarshi urush paytida Birlashgan Arab Amirliklariga yashirincha tashrif buyurgan. Bu haqda vazir idorasiga tanib The Times of Israel xabar berdi. Netanyahu tashrif davomida amirliklar prezidenti Shayx Muhammad bin Zoid bilan uchrashgan. Ushbu tashrif Isroil va BAA o'rtasidagi munosabatlarda tarixiy burilish yasadi, deyiladi Netanyahu idorasi xabarida. Isroil urush paytida BAAdagi temir gumbaz havo hujumidan mudofaa tizimlari va uni boshqarish uchun askarlar yuborgani ma'lum bo'ldi. Isroil razvedkasi rahbari David Barna ham urush paytida mojaroni muvofiqlashtirish uchun kamida 2 marta Birlashgan Arab Amirliklariga tashrif buyurgan, dedi arab rasmiylari va bu masaladan xabardor manba The Wall Street Journal nashriga. Ta'kidlanishicha, ikki davlat Eronning yirik neft kimyo obyektiga hujumni ham muvofiqlashtirgan. Isroil va Birlashgan Arab Amirliklari 2020-yilda munosabatlarni normallashtirdi. 2018-yilda ham Netanyahu bilan bin Zoid maxfiy uchrashuv o'tkazgan edi. Rossiyada dunyodagi eng kuchli qit'alararo raketa sinovdan o'tkazildi. Rossiyada 12-may kuni mamlakat yadroviy arsenalni modernizatsiya qilish strategiyasi doirasida yangi qit'alararo ballistik raketa sinovdan o'tkazildi. Prezident Vladimir Putin bu muvaffaqiyatli sinovni olqishladi. Bu haqda CBC News xabar berdi. Rossiya yetakchisining ta'kidlashicha, yadroviy quvvatga ega Sarmat raketalari 2026-yilning oxirigacha jangovar xizmatga kirishadi. Ushbu tizim Sovet davridan qolgan va ancha eskirgan Voyevoda raketalari o'rnini egallashi kutilmoqda. Bu dunyodagi eng qudratli raketadir. Sarmatning har
bir jangovar kalagi g'arbdagi har qanday analogidan 4 barobar kuchliroqdir deya bayonot berdi Putin. NATO tomonidan Satan 2 deb nomlangan Sarmat raketasining loyihasi 2011-yilda boshlangan. Center for Strategic and International Studies ma'lumotlariga ko'ra, bu og'ir raketa quyidagi xususiyatlarga ega: 10 tonnagacha foydali yuk va jangovar kalaklarni tashiydi. 35 ming kilometrdan ortiq masofaga ucha oladi. Bu esa unga suborbital parvoz orqali nishonlarga istalgan yo'nalishda zarba berish imkonini beradi. Putinning so'zlariga ko'ra, u AQShning hozirgi va kelajakdagi har qanday raketa hujumidan mudofaa tizimlarini foydasiz qilib qo'yadi. Ma'lumot o'rnida 2024-yilda ushbu raketaning sinovlaridan biri muvaffaqiyatsiz tugab, portlash yuz bergani aytilgan edi. CBC News tahlil qilgan sun'iy yo'ldosh tasvirlarda Plasetsk kosmodromidagi uchirish maydonchasidan ulkan krater va portlash asoratlari aniqlangan. Rossiyada o'zbekistonliklar bangladeshliklar bilan mushtlashdi. 12 may kuni Rossiyaning Leningrad viloyati Kirov tumanidagi Prelazhodskiy qo'rg'onida joylashgan parranda fabrikasida O'zbekiston va Bangladeshdan bo'lgan ishchilar o'rtasida ommaviy mushtlashuv bo'ldi. Bu haqda 47 News xabar berdi. Qayd etilishicha, janjal Sinyavinskaya parranda fabrikasida yuz bergan. Mushtlashuv qariyb 60 kishi ishtirok etgan. 20 nafar ishtirokchiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ulardan 7 nafari og'ir ahvolda. Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha ichki ishlar bosh boshqarmasining Fontanka nashriga ma'lum qilishicha, mushtlashuvdan so'ng eng faol ishtirokchilardan 12 nafari politsiya bo'limiga olib ketilingan. Rasmiy xabarlarda ular 21 yoshdan 39 yoshgacha bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlaridan birining fuqarolari sifatida ko'rsatilgan. Politsiyaning dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, nizoga og'zaki kelishmovchilik sabab bo'lgan. Fontanka korxona ijrochi direktori bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgan, biroq u mushlashuv sabablari, ishtirokchilar va jabrlanganlar soni haqidagi savollarga javob bermasdan suhbatni to'xtatgan. Keyinroq parranda fabrikasi direktori jurnalistlarga sodir bo'lgan voqea o'rganilayotganini ma'lum qilgan. Hozirda voqea tafsilotlari aniqlanmoqda. Politsiya jinoyat ishi qo'zg'atish masalasini ko'rib chiqmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.